Respublikasi shifokorlar qasamyodi. Men Buxoro Innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetiga o'qishga kirish sharafiga erishganligim munosabati bilan shifokor, hakim degan ulug' nomga munosib bo'lish maqsadida tibbiy faoliyatimni boshlar ekanman. Haq va xalq oldida, vatan oldida qasamyod qilaman. O'zimning bor bilimim va iqtidorimni inson sihat salomatligiga, tabiat muhofazasiga, kasalliklarning oldini olishga baxshida qilaman. Har bir bemorga irqi, millati, dini va yoshidan qat'iy nazar qo'limdan kelgan tibbiy yordamni beraman hamda buning uchun vaqtimni, kuch-quvvatimni ayamayman deb qasamyod qilaman. O'z bilimim, mahoratim va malakamni tinmay oshirib borishga, qanday mavqe martabaga erishishimdan qat'iy nazar kamtar va kamsukun bo'lishga astoydil harakat qilaman. Zarur bo'lganda hech ikkilanmay bemor foydasi, ya'ni uning oliy ne'mat sog'ligini saqlab qolish uchun fidoyilik ko'rsatishga hamda bu borada albatta o'zimdan tajribaliroq hamkasblarimga murojaat etishga qasamyod qilaman. Bemorlarning eng nozik his-tuyg'ulari va ahvoli, ruhiyatlaridan doim voqif bo'lib turishga, shifokorlik kasbimga bo'lgan e'tiqodlarni oqlagan holda ular shaxsiga va dardiga oid narsalarning barchasini sir saqlashga qasamyod qilaman. O'zimning maslagim, so'zim va bajarayotgan ishim orqali har bir bemorga faqat yaxshilik qilishga harakat qilaman. Tabobat va tibbiyot namoyandalari an'analarini izchil davom ettirishga qasamyod qilaman. Buqrot, Abu Ali ibn Sino singari buyuk ustoz, donishmand, hakimlar ruhi menga rahnamo bo'lsin deya qasamyod qilaman. Клятва врачей Республики Узбекистан. Я